Menga o'xshab o'g'liga mashina olib berib, keyin mashinani o'zi yuvib yurganlar bormi? Bilmayman, tomon bir 3 marta shampirlab yuvib joyiga keltirdim shekilli, oqartirdim shekilli. Bu ani qo'ng'agan eshak. Mana shu Alloh berib, o'g'lim bolasiga mashina olib bersa bor-ku. Mana shu navara yuvayotganini ko'rib qolsam mashinani to'xta endi odam deyman. Bizdan tekin mo'yishigimiz bor deyman. Adez bilan ozgina qaytar dunyolik ishlarimiz bor deyman deb chaqiraman. Qani yuvchi qani deyman mashinani. O'zim ko'k joyi damlab, sekin olib chiqib o'tkazib olaman deb har 15 minut tualetga borib kelib turib, endi qaragandan keyin nima deydi? Odam siyg'oq qiladi deydi-yu. Mana shu yudiraman navaramning mashinasini. Mashinani yag'ar qilib ko'chaga tashab, o'zi Xitoyga ketib borgan. Men yuribman, tekin mo'yishik. Bundan oldingi videoni ko'rsanglar, kalotkasini almashtirib qo'ydim. Boya haydab ko'rdim, qarasam kalotka tegib yotibdi. Qaralab ovoz beryapti. Haydab yuribdi ish yarava qilib. Hali qarab tursam, bolasiga mashina olib beradi-yu. Ko'rsataman hali qarab tursam.